Unga ko'ra, aholini qiynab kelayotgan masalalarga oydinlik kiritish, shuningdek, huquqiy ko'mak kabi qator aksiyalar o'tkazish ko'rsatib o'tilgan. Farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Chust tumanida ko'plab masalalar qonuniy yechimga ega bo'lyapti. Donaxon Roisova Chust tumanining Aqcha qishlog'idan 8 nafar farzandini dunyoga keltirgan. 1968-yil avgust oyida to'ng'ich farzandi tug'iladi. Biroq salomatligidagi o'zgarish sabab chaqaloq xuddi shu yilning 15-dekabrida vafot etadi. Onaxon o'z dardi, tashvishi, ro'zg'or yumushlari bilan bo'lib qoladi. Oradan yillar o'tadi. U yana 7 farzandli bo'ladi. O'lim guvohnomasi qayd etilmaganligi bois yaqingacha ham onaxon marhum farzandining ma'lumotlar bazasida tirik deya kelgandan bexabar edi. Faqatgina mol-mulkni rasmiylashtirish jarayonida bundan xabar topadi. Onaxonning yoshi ulug'ligi hamda eshitishda biroz qiynalganligi sabab holat yuzasidan kelinlardan fikr oldik. Adliya xodimlari mahallada tushuntirish ishlari borganda, biz uy joyini xo'jayini nomlariga o'tkazib berishni maslahatini so'raganimizda, o'sha qizlarini nomlari chiqib kelgan. Shuncha yildan yashayotadigan nomlari chiqib kelib, shu o'lim qog'ozi so'rashgan. Chust tuman adliya bo'limi xodimlari tomonidan uyma-uy yurib muammolarni o'rganish mobaynida mazkur masala ham e'tibordan chetda qolmaydi. Barcha zaruriy hujjatlar to'planadi. Ushbu fuqaroni haqiqatan ham qaysi qabristonga dafn etilganligi, shuningdek mahalla fuqarolar yig'inlaridan ushbu fuqaro haqiqatan ham 68-yilda qabrga qo'yilganligi haqidagi tegishli hujjatlar qabul qilinib, Chust tumani adliya bo'limi tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha Chust tumanlari sudiga o'lganlik faktini belgilash to'g'risida da'vo arizasi kiritilib, sudning qaroriga asosan belgilanib, o'lim haqidagi guvohnoma rasmiylashtirib, ushbu fuqaroga topshirildi. 2024-yilda Chust tuman adliya bo'limiga o'lim guvohnomasini olish yuzasidan 10 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 5 tasi sud orqali yuridik fakti belgilangan. 2025-yilning hozirgi kuniga qadar esa 5 ta o'lim guvohnomasini olish yuzasidan murojaatlar kelib tushgan. Shundan 3 tasi sud orqali ijobiy hal etilmoqda. Mamlakatimizda qonun ustuvor, har bir masala huquqiy yechim topgani yaxshi. Asosiysi onaxonning 57 yillik murojaati ijobiy yechim topdi. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.